Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sotuvimizga Jetor X70 Plus 2023-yilda ishlab chiqarilgan, xalq tilida luxury komplektatsiyasi bilan tanilgan, Xitoyda 17-pozitsiya hisoblangan, O'zbekiston bozoriga esa 3-pozitsiyasi bo'lib kirib kelgan 70 Plusni eng full komplektini obzor qilamiz. Xudo xolisa bu mashinani dubayskiy versiyasi ham bor, O'zbekiston versiyasi ham bor. Dubayskiy versiyasida mana bu joyda farasda musikalniy ritmga o'ynamaydi. Mana ham ichidagi sidenasi ham rombikli bo'ladi. Bu O'zbekiston versiyasi, o'sha O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan versiyalar hisoblanadi. Xo'p, mashinani bir chetdan navrotlarini ko'rsatamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Oldida adaptivniy cruise control, avtotarmojeniyalari ham bo'lgan. Xudo xolisa hamma narsasi elektroniklarda hech narsasida muammo bo'lmagan 70 Plus fullimizni bugun sotuvga olib keldik. Kraskasi borlarini ham, kraskasi tozalarini ham qo'yib boramiz. Kanalni kuzatib boringlar. Agar sizlar kanalda yangi bo'lsanglar, like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Sababi assortimentni bu yoqqa ko'paytiramiz. Har kuni harakat qilaman sizlarga yaxshi avtomobillarni obzor qilishni. Tinmay telefon qilishyapti, ayniqsa Rossiyadan telefon qilib, "Shohruh, mana bunaqa mashina yozib qo'ying, kelsa video qilmasdan ayting" deb yozdirib qo'ygan klientlarimiz ham bor. Xudo xolisa, kuzatib borsanglar, sizlarga yokida o'sha oldindan mashina chiqarib beramiz, yokida mana shu videodan ko'rib ham olsanglar bo'ladi. Xo'p, 70 Plus full 3-pozisiya. Bunda 1.5 1.6 dan nima farqlari bo'ladi desanglar, bunda 1.6 larda pamyat sidenasi bo'ladi. Sidenani eslab qolish funksiyasi bo'ladi. Undan tashqari sidenasi isitish, sovutish funksiyalari ham bo'ladi. Xo'p, ichki salonni bitta ko'rsatamiz. Ichlari mana ko'jalarni bitta ko'rsatib, ikkinchi ko'jalarni qaranglar. Tiniq turibdi. Ko'ja holati mana qaranglar, tiniq. O'sha qizil rangda haqiqatan egalari ancha avaylab haydagan ekanlar. Xo'p, tonirovka ko'rsatib olamiz. Hali 2 oyga bor ekan. O'zini zavodskoy holatida 7 kishilik. Hozir ichki saloniga o'tamiz. Orqalari ham kraskasi top-toza, xudo xolasa yana kelsanglar o'zimizni ustalar bilan tekshirtirmaylik. 7 kishilik va sidenasi yotqizib turibdi. Bemalol turg'izsanglar, detskiy sifatdan foydalansanglar bo'ladi. Bagajlari ham elektron paket. Bu mashinani bu klientimiz o'zimizdan kelib 37 mingga vaqtida xarid qilib kelganlar. Okey, narxini chiroyliroq qo'ydik. Sababi endi baribir 2023 bo'lsa, 3 yillik, salkam 3 yillik mashina, o'shanga chiroyliroq narx qo'ysak, xudo xolasa sotib beramiz, bemalol boshqa mashina olasiz dedim. O'shanga yangi mashina almashtirishmoqchi, o'shani hisobiga mashina sotadi. Lekin hech qanaqa ходовойda ham, korobkasida ham, motorida ham hech qanaqa ish ko'rmadim. Yaqinda kolodkalarni almashtirgan ekanlar. Yana kelasiz, haydab ko'rasiz, muammosi yo'q. Qanaqadir kam ko'sta bo'lsa, bilasizlar, har doim men obunachilarim tarafman. To'g'risi, yana chiroyli narxlarda kelishtirib sizlarga qildirib beraman. Xo'p, mashinamiz probegi 33 ming kilometr yurgan. Undan tashqari bu yoqda ko'rayotgansiz, 3-monitorlarimiz bor, korobkasi bu yoqda, parktronik datchiklari ham bor. Ya'ni oldiga, orqaga urayotgan paytingizda sizlarda mashinada parktronik datchiklari ogohlantirib turadi. Sport, Eco, normal 3 xil rejimda harakatlanadi. Undan tashqari bunda 360 bas 540 gradus kamera bo'ladi, ya'ni 540 gradus tek qismini ham ko'rsatadi. O'zini zavodskoy video registratorlari ham bor, bemalol video registratorlardan foydalanasiz bo'ladi. Bunga o'zi qo'shimcha xarajat faqatgina 2 oydan keyin tonirovkangiz yengilab olsangiz bo'ldi. Qolgan holatlari hammasi yaxshi. Hamma narsalar elektronik bilan sidenlari hammasi ishlab turibdi. Muammosi yo'q. Oldi, orqasi sidenasi isitadi, sovutadi. Xudo xolasa mashina holati haqiqatan tiniq ekan, yaxshi saqlabdilar, yaxshi asrab haydabdilar mashinani. Bolalarim hamchisi oyoqlarini yechib chiqadi deb aytishyapti. Mashinada haqiqatan holati shunaqa variantdagi. Kraskasi top-toza, 23-yilda ishlab chiqarilgan Jetor X70 Plus eng full komplektatsiyasini narxini 20.900 qo'yamiz. Menimcha kraskasi tozasiga zo'r. Bozorga tushsanglar ham 22.5 ming, 22 ming so'rab o'tirishdi bunaqa mashinalarga. Bizda sizlarga mana haydaydigan odam, minarma odamlar maza qilsin deb narxini yumshoq qo'ydim. 20.900. Viloyatdan kelaman degan akalar bilasizlar, sunnatiga har doim o't berganman. Biror narsa o't beramiz. Murojaat qilinglar. Holati tiniq, labovoylarda ham treshina-preshinalari yo'q. Yaxshi holatdagi Jetor X70 Plus fullimizni 20.900 ga Toshkent shahrida, Sergelida joylashgan sobiq Jetor avtosaloni, hozirgi Avtocenter avtosalonidan xudo xolasa xarid qilsa bo'ladi. Kelsanglar haydab ko'rasizlar. Yana ustida gaplashamiz. Joninglar sog' bo'lsin.